Meni aytganim har doim rost chiqadi desam, ishonmaysizlar. Bu qasamxo'r. Bu qiz bechora tegmaganda shantaj qilib, bu qiz doyus, uyatsiz deb yomonlab chiqib shantaj qilardi. Majbur, mana qaynasi yig'lagan soобщениялari bor desam ishonmadinglar. Qaynasini sensirab, itdan tarqagan haromi deb so'kib, вот такие вот дела. Mullakelar, aka deb yalniyatuvdilar. Qancha odamni xor qilyapti. Nimaga O'zbekistonda qonunchilikda mumkin emas-ki qo'shxotinlik qilish? Bunga nima ruxsat berib qo'ydinglar Abror Muxtorga? Qo'shxotin 18-17 yosh qizlarni xor qilyapti. Nimaga ruxsat berib qo'ydinglar bunga? Bundan oldingi xotinini esinglarda bo'lsa, u ham yosh qiz. O'sha qizga yozyapti. Sen informatsiya beryapsanmi? Sendan boshqa kim beradi informatsiyani? Sen haromi deb so'kiyapti xotinini. Birinchi 7-mi 8-chi xotinini so'kiyapti, ko'ringlar. Ko'rdinglarmi? Bular dinni niqob qilib olib, meni so'kishni biladi, u yoqqa osiladi, bu yoqqa osiladi. Men sizlarga necha marta aytdim, bu qasamxo'r, bu qo'shmachi desam ishonmaysizlar. Shunga domla deb yugurib yuribsizlar, orqasidan domla deb. 16 yoshimda O'zbekistondan chiqib ketib, 24 yil Rossiyada yashadim. Keyin bu yoqqa keldim Turkiyaga. Birorta insonni biror marta yo pulini o'g'irlab ketmabman, yo birorta insonni kidak qilib ketmabman, yo birorta insonga yomonligim tegmagan. Dash pashshaga ham yomonligim tegmagan. Животныйlarni juda ham yaxshi ko'raman. Единственный orzuyim katta hovli olsam, ko'chada qolib ketgan hamma hayvonlarni to'plab kelib boqsam. Hech qachon hech kimga yomonligim tegmadi, yaxshiligim tegsa tegdiki, yomonligim hech kimga hech qachon tegmadi. Lekin bu odam meni haromdan olib, haromga solib, 7 yot tanimaydigan odamni qanday qilib haromdan olib, haromga solish mumkin? Я так не смогу. Abror Muxtorni qaynatasini ko'rdinglarmi, bechora. Bunday egilib qolgan kishi Shavkat Mirziyoyevichdan yordam so'rayapti. Yordam beringlar menga. Qaynonasini so'kyapti, bechora kuchi yetmayapti-da endi uni do'pposlashga. Endi ancha keksayib qolgan. O'z otasi tengi odamni shuna qilib xor qilsa yaxshimi? Edi to'g'rimi shu? Ey tavba. Qaniydi meni shunaqa otam bo'lsa, boshimda ko'tarib yursam. Kimgadir berarkan, kimdandir olarkan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men bir oddiy insonman. Shu jamiyatga ziyonim tekkan emasman, xudo xolasa. Men sizdan iltimos qilib so'radim. Shu amaldorlarni, shu bizniki ham Abror Muxtor Ali amaldorlarni bitasizlar. Xohlaganlarcha qaynalarini haqorat qilibdilar. Shuni haqorat qilmang desa ham shu xohlaganlarcha haqorat qilibdilar. Shuni o'zingiz bir ko'rib nazoratingizga olsangiz, iltimos qilardim sizdan. Hammangiz ko'rib turganingizda, videoda prezidentga murojaat qilayotgan odam bilan kelin kuyovga fotiha berayotgan odam, Ashror va xotiniga fotiha berayotgan odam bitta odam. Ya'ni Ashrorning qaynatasi. Shu yoqda bitta savol tug'iladi. Savol. Shunda Ashror men qiz uzatdim, uyimdagi sinimni uzatdim. Sinimni dugonasini uzatdim deganda o'zini xotinini uzatdimi kimgadir? Bu dayus yoki deyilsa o'rtada ikkita bolali bo'ldi, qizli bo'ldi. Shunda buni bolalari valada zino bo'lib qoladimi? Haromi bo'lib qoladimi shunda? Savolga men javob topolmadim. Javobni Ashrorning o'zidan eshitarmiz inshaalloh. Makri ko'pdir, iblisning tuzog'iga tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik. Makri ko'pdir, iblisning tuzog'iga tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik. Makri ko'pdir, iblisning tuzog'iga tushmaylik. Aldab qo'ymasin bizni, ko'proq iymonlashaylik.
Assalomu alaykum, Munisa, yaxshimisiz, tuzimisiz? Uzr, bezovta qilaman. Rezultatlar bilan bo'lishmasam bo'lmas edi. Biz sizdan oilaviy 3 kishi nima olib ketgandik? Nat plus va Nat plus ultrani olib ketgandik. Rezultatlari вообще yo'qdi bizga. Odamlarning allergiyalari bitada qoldi. Birinchi kabinetdan o'zida yo'q qoldi. Ular shu paytgacha назначениялар bilan dorilar aptekalardan olib berardilar. No, bir kun ta'sir qilib, ikkinchi kun yana ortga qaytardi allergiyalari. Hozirgi kunda umuman bezovta qilmayapti kabinetdan keyin. Odamlarning qo'llari esa 4 yil oldin lat yegan edi og'ir yukdan. Ushib bo'lgandilar. Doktor har xil назначениялар yozib berdilar, onam davolandilar, gipsda yurdilar ancha payt. No, hech qanaqa rezultat bo'lmagan edi. No, после того, как ana birinchi marta Nat plus olganlaridan keyin effekti shunaqangi zo'r bo'ldi. O'sha qo'llarni bukishda qiynalmayaptilar, og'ruvlari почти что qoldi deyaptilar. Ro'sovlaga ham yo'qdi. Men o'zimda shanchga shamollashim bor edi. Oddiy skvoznyak deraza ochib uxlamasdim, ichlarim sirqirab og'rirdi. Nat plusdan keyin birinchi seansning o'zida yo'q, hamma shamollashlarim qoldi. Hech qachon bezovta qilmayapti. Menstruatsiya sikli normallashdi, rangi ham tiniqlashdi. Oldin doim og'rib kelardi, hozir umuman og'rimasdan keldi. Sizga alohida rahmat etmoqchi edim. Shunaqangi zo'r foydali narsa ekan. Biz doim aptekalardan назначение bo'yicha davolanib qimmatga narsalar olardik, no hech qachon hech qaysi dori bitada bunaqa chiroyli rezultat bermagan edi. Sezmasdik почти что 2-3 oylab sarson bo'lib davolanib yurardik. Anat plus bitada effekt beryapti. Assalomu, yana bitta Stavni o'qib chiqdim der. ba'zi birlarda bez effektdan olib turasizlar uchun. Surxondaryo. Yaxshi ham shu chumadan davoganim peshkom yurib, biletimiz ekonom deydi, 2000 yevro berib biznesga almashtirdik. Biznesda 10 soat o'ylab ko'ringlar, tomingiz ketib qoladi 10 soat ichida. Shuning uchun biznesda ketamiz endi. Tayskiy aviakompaniya ekan. Yaxshi ham shu chumadan davoganim peshkom yurmayapman aeroportda, mazaq minib ketyapman. Nashtaqa minib ketyapmiz Guli bilan. Uzoqda ekanda nimamiz? 17 juda ham uzoqda ekan. Mana men Guli ketiyoruz. Peshkom yurgandan. To peshkom o'lardik tellab. Voy, mazza ichib ketyapti. 17-ga borishimiz kerak. Mazza ketyapman ichib. Eng oxirida ekan, tellab o'lardim agar hozir peshkom ketgandim. Endi 11-ga yetib keldim. Uncha uzoq ekan. Biz qayerga ketayotganimizni bilasizlarmi? Biz Bangkokka ketyapmiz, Bangkokka. 17. Gulmira уже почти yetib. Ato peshkom kelganimizda hozir abjag'im chiqib qolardi, tellab pishib. O'lardim tellab. Ana, bir pasda yetib keldik. Zo'r narsa ekan Istanbulda aeroportiga. Hamma hayron, lol, nima qilishyapti bular deb. Yozilgan 2000 dagi посадка, lekin samolyot hali bormi? O'tiribdi ekan-ku. Bor ekan. Mana samolyot. Biznes klass birinchi qo'yaveradi. Kichkina samolyot desam, katta samolyot ekan. O'zi ham 10 soat uchamiz, tushunasizlarmi? Hozir 4da uchib, 4da qo'namiz ertalab. Biznes klassda qaranglar, совсем boshqacha. Bitta o'zim ketaman ekan. Mazza qilib. 4:30 uchib ketishimiz kerak edi, hali ham uchganimiz yo'q. Tezroq uchsa tap ketib uxlasam, dedi joy solib yotib olsa bo'lar ekan. Uxlayman, mazza qilib.